Ya assalomu alaykum labo ishqibozlari. Men ko'ringni, bugun 12-may, xudo xolasa. Navbatdagi laboyimiz bitdi. Ismoil aka bilan qanaqadir sport ketib bo'lgan. 3 kunda bitkizib olmaysan deyishgan. Mana bitkizdik. Akalarim kecha story qo'ygandim. Peshinga bitadi dedim. Peshindan keyin mana bitta akalarim. Orada 1 soat siydi uchib oldi. Sifatli ko'ryapsizmi akalarim? Mana. Qarang, lazerlarda kestirib, cho'tka qilib mana svarkalar ham cho'tka argonni singari qo'yib. Nima qildim? Mana shu Akramxon chempionda mana. 3 kunda bitkizib yubordi. Qoyil qoldim, ey. Komanda kuchli bizda. Ko'rasizki, mana shunaqa damasni labo qilish kerak bo'lsa, o'zimizga murojaat qilayliklar. Akalarimiz kanalda nomerlarimiz bor. Xudo xolos mana. Tezlikka ham ishlaymiz, sifatga ham ishlaymiz, akalarim. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Do'stlar, yana yuborib, podress qilib tashlayani. Sizlar qo'llab-quvvatlasangiz mana shunaqa video